Assalomu alaykum, o'rtoq beshiklar. Xudo xolasa mana Chortoqda yana bitta obyektimizni katenisini bitirdik. Mana bu ishlab turgan holati. Fitzman 40 talik konditsionli одноkonturli kotel mana shu ishlab turibdi mana. Bitta konturi mana 300 litrli boylarda bemalol 1 soatda suvni istivorda. Resirkulyatsiya bilan issiq suvlarimiz, mana issiq suvlarimiz podacha обратga aylanib kelyapti. Bemalol mana 2 atmosferada. Bu sovuq suvlarimiz счетчик filtr, mana счетчик kran filtr обратga уже mana chiroyli qilib latunlari bilan italyanskiy Giacomino firmasini kranlaridan yig'dik. Ishlash funksiyasi zo'r. Ishlamator sistemadagi temir struchkalar yig'adi. Tagida mana ikkita magniti bor. Bo'shatib turib kranni ochib yuborsa tushib ketadi. Kondensator ham mana bemalol oqib tushib kanalizatsiyaga tushadi. Lekin fekalniy nasosni o'rniga poplavali nasos 500 litrli bochka qo'yib, yurg'izib, bu mana kanalizatsiyaga chiqarib yubordik. Ana tepadan motor bilan chiqib ketaveradi. Grunfos nasoslar bo'ldi mana. Resirkulyatsiyada ham Distromontaj firmasini mana yig'dik. Chotga ishlayapti. Ishlab turgan holati mana konkretniy. Gazlarimiz nakopitellari bilan bu mana reduktor bilan antenna gaz pasayib ketsa, yerdan primoy qilinaveradi. Hozir topli polimizga ishlayapti bitta sistemamiz. Bunisini zagrochka qilib qo'ydik ikkinchi etajda. Batareyalar ustanovka qilganda batareyalarga ulab olamiz. Brush baklarimiz mana sistemaniki qizil rangda. Mana chotga turibdi. Burimiz 300 litrli boylerga 2 atmosferadan ochiq turibdi mana. Arash baklarimiz to'g'ri 8 atmosferagacha bemalol ko'taradi. Traplarga jo'lar tashladik. Ishlashga gap yo'q. Mana bochka 1 tonnali bochka tashladik. Chastotli nasos qo'ydik. Mana 600 lik chastotli nasos. 600 lik chastotli nasos qo'ydik. Chotga ishlayapti. Tochka ko'paygan sari anasini tochkani davleniyani ko'tarilaveradi. Hozir 4 atmosferagacha qo'yib qo'ydim. Poplovaglari bilan ishlash funksiyalari zo'r. Motorda ham bypass sistema qilib yig'dik 3 ta kranlari bilan. Klimat sistemasi mana klimat 300 litrlik. Mana bu issiqligi o'zi mana 55 gradusda tayyor turibdi. Kimga mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib chiqaveringlar. 24/7 aloqadamiz. Hurmat bilan Dilshodjon santexnik. Hammaning ishiga omad.